Chetdan kirib keladigan elektromobillarga nisbatan joriy etilgan utilizatsiya yig'imining oshirilgan narxlari haqidagi xabar mana bir necha kundirki jamoatchilikning muhokamasidan tushmayapti. To'g'rida, shu davrgacha yig'ilgan utilizatsiya yig'imi pullari qayerga tushgani, nima uchun sarflangani noma'lum-ku. Yana yig'im narxi oz emas, qariyb 34 million so'mga oshib tursa. To'g'risi, men yurtimizda mavjud utilizatsiya markazlariga ko'zim tushmagan. Ko'pchilik eski mashinasini bo'yab, yamab yuraveradi-ku, yoki men adashyapmanmi? Tarmoqdagi muhokamalarni Umid bir joyga to'pladi. Telegramning o'zida utilizatsiya so'zi bilan yangilik qidirganimizda esa qator tanqidiy postlarni va munosabatlarni ko'rib chiqdik. To'g'rida endi elektromobil olmoqchi bo'lsangiz, ishlab chiqarilganiga 1 yildan 3 yilgacha bo'lgan elektromobillar uchun siz oldingiga nisbatan 33 million 750 ming so'm ortiqcha to'lov qilasiz. Umuman bo'lmagan utilizatsiya uchun. Eng qizig'i, agar ishlab chiqarilganiga 3 yildan oshgan bo'lsa, bu 78 million so'm pul degani va bunga hech bo'lmasa yana bitta mashina beradi. Agar biz Xitoy Xalq Respublikasini qaraydigan bo'lsak, ba'zi avtomobillarning narxi 78 millionga bormaydi. Bizda bitta utilizatsiyani narxi 78 million. Hali qilinmagan ish uchun utilizatsiya narxi olib turibdi. Tasavvur qiling. Men avtotransport vositasini xarid qildim. Utilizatsiya narxini to'ladim. Lekin men uni Qozog'iston yoki Qirg'iziston Respublikasiga sotib yubordim yoki Tojikistonga yoki boshqa davlatga sotib yubordim. U O'zbekistonda utilizatsiya qilinmadi. Bu pul qaytarib beriladimi menga? Mana shu savollarga javob berilmagan. Materialimiz tosh bosadigan bo'lishi uchun qaror ijrochilari Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, Investitsiyalar, Sanoat va Savdo vazirligi bilan bog'landik. Ulardan ham fikr olmoqchi edik-da, ammo Moliya vazirligi, Investitsiyalar, Sanoat va Savdo vazirligidan so'rashimizni aytgan bo'lsa, bu tomon Moliya vazirligidan so'ray qoling degan javobni berishdi. Advokat Qosimov kanalda esa faqat importyorlar to'lov to'lashini inobatga olib, agar zararli ta'sir paydo bo'lishini olib kirayotgan shaxsga bog'liq bo'lmasa, bu yig'imni kimgadir qo'llab, kimgadir imtiyoz berish adolatsizlikdan boshqa narsa emas deb yozib qoldirgan. Oliy ma'lumotli bo'lish uchun 14 million, 13 millionni to'lolmagani uchun odamlar kredit olib turibdi. Biz katta 78 millionlik yig'im joriy qilinib turibdi. BYD mahsulotlarni bemalol olardik. BYD zavodi qurildi. O'sha qaysidir xodimi chiqib sertifikatsiya qilish kerak. Bularni kafolat muddati yo'q, boshqa insonning o'zining huquqi. Men ham yaqinda avtotransport vositasi xarid qildim. Menga kerak emas ular bergan kafolat. Ko'pgina davlatlarda elektromobil xarid qilgan odamlar rag'batlantiradi, kompensatsiyalar to'laydi. Sababini oladigan bo'lsak, bu ekologiyaga foyda. Nima uchun ekologiya vazirligi, ekologiya partiyasidan borgan deputatlar bu bo'yicha savollar bermayapti? Elektromobillarni ko'paytirish o'rniga bu kamaytiriladi-ku, xarid qobiliyatini pasaytiradi-ku. Tadbirkor Firzollayev esa o'z sahifasida amalda bu soliq mahalliy mashina ishlab chiqaruvchilardan undirilmas ekan, hamma maqsadni o'sha tomonda ko'raveradi. Mahalliy ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash, ichkarida ko'proq iqtisodiy qiymat va ish o'rinlari yaratish muhim, lekin bu mahalliy iste'molchini jazolash evaziga bo'lishi kerak emas. Mamlakatda nimadir rivojlanishi uchun uni qo'llab-quvvatlashning eng yaxshi yo'li raqobatbardoshligini oshirishdir deya shaxsiy pozitsiyasini ham bildirib o'tgan. Xullas, elektromobil olmoqchi bo'lsangiz shoshiling, chunki 1 maydan bu mashinalar narxi taxminan $2600 ga qimmatlashadi.